qizlar qaranglar, hozir men bu jurnalni topib oldim-da. Men oldin retsept anaqalarga qiziqardim. Oldinlari bilsanglar agar mana shunaqa jurnallarda, gazetalarda retseptlar bo'lardi-yu. Shuni saqlab qo'ygan ekanman-da. Ishonasizlarmi, hozir bitta narsani ko'rib shunaqa xursand bo'lib ketdim. Ani qayerlardadir qolib ketgan ekanda bu jurnal. Mundoq ochsam qizim qiziqib qoldi-da. Mundoq ochsam krossvord turibdi-da. Shunaqa maza qildim men bu krossvordni ko'rib. Bir kun kelib shu krossvord ham nostalgiya bo'lib qolishini men bilmagandim. Bilmayman hozir krossvord yechadiganlar bormi yo'qmi, lekin men krossvord desa shunaqa maza qilardim, shunaqa yaxshi ko'rardim. Hozir qaranglar, bilganimcha yozib chiqdim. Savollarni o'qiyapman-da, hammasini eski paytni eslatyapti-da. Ko'rsanglar, rosa qotdi mana bunaqa Alisher Navoiyning rasmini qo'yib qo'yib mana bunaqa qilishlari.